O'g'lim uchun tayyorlagan hech qanaqa ximikatlarsiz tort retseptini bugun sizlar bilan bo'lishaman. Hamma aytganlarimni to'g'ri qilsanglar, biskvitli ham juda ham zo'r chiqadi. Birinchi o'rinda 6 ta tuxumni sarig'idan ajratib olamiz va tuxumni sarig'ini ozroq mikserda ko'pirtirib olamiz. Oppoq bo'lgandan keyin bir qoshiqcha limonni suvini solamiz. Limon обязательно solamiz, shunda biskvit ideal chiqadi. Dальше mikseri baland оборотda ko'pirishni davom ettiramiz. Keyin oz-ozdan shakar solamiz. Ham albatta tarozida o'lchab solinglar. Tarozinglar bo'lmasa shunaqa grammajni stakan ishlatsanglar ham bo'ladi. Tuxum oqini где-то 8-10 minutga yaxshilab baland оборотda ko'pirtiramiz. Sarig'ini ham ozroq ko'pirtirib olamiz va oqi bilan endi yaxshilab aralashtiramiz. Lopatka yordamida akkuratni aralashtirish kerak. Videoda ko'rsatilganda asta-sekinlik bilan qo'pol harakatlarsiz shunaqa aralashtirib olamiz. Endi unga kraxmalni qo'shib olamiz. Hammasini grammlari to'g'ri bo'lishi kerak. Hammasini описаниеda qoldiramiz. Обязательно unimizni elakdan o'tkazib massaga ozroq-ozroqdan qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qolipim 20 diametrli falkada yaxshilab tegi bilan o'rab olamiz. Biz iloji boricha baland bo'lishi kerak. Shunda biskvit yaxshi ishlaydi. Va albatta falgani ustiga ham yopaman. Biskvitingiz usti ham oppoqina chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Qapasini yoqib o'rta olovda 35 minutcha pishirib olamiz. Duxovkani biskvit joylashdan oldin qizdirib olish shart emas. Birinchi biskvit qo'yasiz, keyin duxovkani yoqasiz. Biskvit soviguncha qolipda qoldiramiz, sovigandan keyin olib olamiz. Biskvitni 3 ga bo'lib olib, xohlagan kremingizdan foydalanasiz. Tvorojniy sir qo'shilgan cheez krem. Qaymoq magazinnikidan olsangiz 45% ligini olasiz. Sizga xohlagan tvorojniy sir, xohlasangiz saxarni pudra, xohlasangiz zgushonka qo'shasiz. Saxarni pudra qo'shsangiz kremingiz yana ham qattiqroq chiqadi, zo'r bo'ladi. Menda zgushonka bo'lganiga zgushonka qo'shdim. Mikser baland оборотida yaxshilab qattiq krem holatiga kelguncha ko'pirtirib olamiz. Endi biskvitimizni propitka qilib olamiz. Men oddiy zgushonka bilan suv aralashtirib propitka qilib ustiga krem surib, ichiga xohlagan nachinkangizni solasiz. Men banan qulupnaydan foydalanaman. Va strichlab men bir kechaga morozilkada qoldirdim. Ustini xohishga ko'ra bezatasiz. Men har xil shokoladlardan foydalandim va bezatdim. Bo'ldi, tortimiz tayyor.